Allohning go'zal ismlari va ismi a'zam duosi kitobidan. Oli Imron surasining fazilati. Oli Imron surasining fazilati haqida ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan hadislar rivoyat etilgan. Abu Umoma al-Bohili raziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz alayhissalom shunday dedilar: Qur'onni tilovat qilib turinglar, zero u qiyomat kuni kelib ashoblarni, qorilarni shafoat qiladi. 2. Zahrovayn munavvar etuvchini Baqara va Oli Imron suralarini o'qinglar. Chunki ikkovi qiyomat kuni ikki soya soluvchi bulut bo'lib keladi. Baqarani o'qinglar, chunki uni muntazam o'qib turish barakadir. Tark etish hasratdir. Baqara surasini o'qib yurgan kishiga sehrgarlikni sehri o'tmaydi. Navvoz ibn Samon raziyallohu anhu aytadilar: Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganman. U zot dedilar: Qiyomat kuni Qur'on va unga amal qilgan qorilar olib kelinadilar. Baqara va Oli Imron suralari oldinda yo'l boshlab keladi. Abu Umoma raziyallohu anhu aytadilar: O'qib duo qilinsa, duo ijobat bo'ladigan ismi a'zam 3 ta suradadir. Baqara surasida Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Oli Imron surasida Alif Lam Mim Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum va Taho surasida va annatil vujuhu lillahil qayyum lardadir.